أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni inayati bilan at-tafsir muyassar degan mushu tafsirni o'zim boshlagan bo'lib, Baqara surasining 182 oyat kelib to'xtab qolgan edik. Kelib to'xtab qolganning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. A'udzu billahi minashshaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygurca manası. Kimiki vasiyat kılgıçının vasiyat kılgıçının severligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning ya'ni vasiyat qilg'uvchilar bilan vasiyat qilinuvchilarning orasini tuzib qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'z farz qilingandek sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Bu farz qilingan ro'za sanoqli kunlardir. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lib ro'z tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zni qiyrilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan
aran tutulgan kişiler tutmasa, künlükü üçün bir miskin toygıdak tamak pidiye biriş lazım. Kimiki pidiyeni belgilengen miqdardan artıq berse, bu yüz üçün yaxşıdır. Eğer bilsanglar, roz tutuz sizler üçün eğiz eçiş, eğiz uçuq yürüşün ve pidiye berişin yaxşıdır. Ramazan ayda Kur'an nazil buluşku başıldı. Kur'an insanlarga yetekçidir. Hidayet kılgıcı ve hak bilen nahını ayırgıcı röşen ayetlerdir. Sizlerden kimiki Ramazan ayda hazır bolsa, Ramazan rozusunu tutsun. Kimiki kesel ya ki sefer üstüde, yani musafir bulup tutalmagan bolsa, tutmagan günler için başka günler tutsun. Allah sizlerge asallıkını xalaydı, təslikni xalamaydı. Ağzınla uçuq yürüyen günlerinin kazasını kılış bilen Ramazan rozusunun sanını tolduruşunlarını, sizlerini hidayet kılgınlığa Allah'ın uluğuluşunlarını, onun inamlarına şükür kılışınlarını xalaydı. Mening bendilerim senden men doğruluk sorsa, ularga aytminki men hakikaten ularga yakınmen. Yani ularning ahvolini, so'zlarini bilib turman. Mağa dua qilsa, men u dua qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Xo'sh. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فنصح الموصي وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يصلح له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة، فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. Kimiki vasiyet qiluvchi odamdan ahdin o'zining vasiyat qilish jarayonida moyil bo'lganligini bayqasa, xato yo'l binoan yoki qasddan yo'l binoan o'zining vasiyat jarayonida haqdan xatolikqa moyil bo'lganligini bayqasa, u odam bu vasiyat jarayonida eng to'g'ri, eng odil, eng shariat islomiga uyg'un narsalar bilan bu vasiyat qiluvchiga nasihat qilsin. Eğer undaq bo'lmaganda, yani anandan keyin o adam bu bunaga uni isloh qilolmabdi. O adam uchun isloh hosil bo'lmabdi. O vaqtda atroflari arası yani mirosxo'rlari orasini isloh qilib qo'ysin, vasiyatni o'ngshashlan. İslam şeriatiga uyg'un bo'lsin uchun u odam uchun bu isloh qilishda hech qanday gunoh ma'siyat bo'lmaydi. Alloh subhanahu taolo o'zining bandalari uchun mag'firat qilishdir, ularga to'limi bak kuyimjandir. Ya eyyuhallazina saddaqulloha va rasulahu va amilu bi shar'ihi. Faradallahu aleykumus siyame kema faradahu alel umami qablakum. لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته وعبادته وحده. Ey Allah'a ve Allah'ın peygamberge tasdik kılgalla. U Allah'ın şeriatine amel kılgalla.
Sizlarga Alloh subhanahu va taolo sizdan ilgaki ummatlarga Ramazonni farz qilgan qo'shish sizlarga Ramazonning ro'zasini farz qildi. Maqsad ümidki sizlar Rabbinglardan qo'rqib o'zinglarni bir o'ngishib olasizlarmi deb. Rabbing o'zinglar bilan bu ma'siyat orlig'ida u Rabbinglarga toat ibodat qilishlan va u Rabbinglar uchun faqatlik bilan Rabbinglarga qulchilik qilishlan bir qalqon, bir viqoya, ya'ni qalqonni qilishinglar uchun sizlar uchun Ramazonning ro'zasini farz qildi deydi. Faradallahu aleykum siyame eyyamin ma'lumatel adedi ve hiye eyyamu şehri Ramazane. Femen kâne minkum maridan yeşukku aleyhi savmu ev musafiran felehu en yuftira ve aleyhi siyamu adedin min eyyamin uhar بقدر الذي أفطر فيها وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاعه فدية عن كل يوم يفطره وهي طعام محتاج لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته فمن زاد في قدر الفدية تبرعا منه فهو خير له وصيامكم خير لكم مع تحمل المشقة من إعطاء الفدية إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. الله عز وجل sanagı nayeti enik hoğan bir qanç gün Ramazan tutuşunu farz qıp bekitdi. O olsumu Ramazan aylarınınki kündürdür. Kimiki sizlerden kesel olgan bolsa, o adamge Ramazan biraz eğir keldiğin bolup qalsa, yoki musafir olgan bolsa, o adam üçün iftar qilsin. O adam üçün baş günlerde şu tutamgan günün roğusunu tutsun. Aş ağzına içip tuğan, yani iftar qatkan günün miktarı da baş günlerce roğus tutsun. Hem de Ramazan biraz eğir kip qıp qalğalla. Ulaylıqı naiti roğus tutalaydı ama biraz eğirrak, biraz dışvar çekverek tutulğalla. Ve eğir kep qaldı bu Ramazan olarga. Nay tahammül qılamaydigan derecede, nay eğir müjndaq kep qalğanlar olsa, mesela eş çoğup qalan adam, yoki onunki bir kesel olgan bulup, onunki saqip qilishi, ümit üzülgen, ümit kütülmeydigan mındaq kesel. Bular üçünçü özünki şu roz tutanmagan günün her birsidinço pidye versin. O pidye olsa, özünün küllükiga yetmeydigan, özünün ihtiyacını qamdaşqa, özünün ihtiyacını qamdaşqa egi bolanmaydigan, malik bolanmaydigan, muhtaj hacetmenlerinin tamığı bu. Şunu pidyevasun deydi. Yani normal, demek bir miskinninki tamağını pidyevasun. Kimiki bu pidyenin miktarı da artıqarak bir ötken bolsa, bir miskinin tamamda cıqarak bir ötüptü. Kimden? Şu keselden ve şu yolcudan. Pidyenin miktarı da kimki ziyadikan bolsa, özüdün şu teberruan, özü onu alayda köngül hatırısıdan çıkarıp koygan bolsa, o adam için yaxşı. Ama roz tutuşlar için biraz meşakkat, biraz dışvar çeksenler o, roz ve karak yakşarak pidye vergenden değil. Eğer Allah'ın huzurda Ramazan için boğan bu büyük fazlını bildiğin bolsanlar, sizlerin roz şuna çok
bu pidya verişten biraz yaxşı azaq japa çaksanlam o deydi. Ramazan ayı bo'lgan bo'lsa Alloh subhanahu taolo bu Ramazan oyida Qur'oni Karimni qadr ketish tushirishga boshladi. Bu Qur'on olsa insonlar uchun haqq yetaklaydigan bir yetakchi. Bu Qur'oni Karimda Allohninki hidoyat qilgan delilning eng ro'shanrog'i bor va haq bilan botilning orasini ayirishga ro'shan delillar bor. Kim sizlardan bu Ramazan oyiga hozir bo'lgan bo'lsa, o beden qurilishi sog'lom bo'lsa, muqim bo'lsa, musafir bo'lmasa, u Ramazanning kunduzda ro'za tutsin. Kesel va musafir uchun iftor qilish ruxsat qilinadi. Mayli ola iftor qilyapsizmi? Anından keyin osh tutamagan kunning qazosini qiladi bu ishkilar. Allah subhanahu va taolo sizlarga o'z shariaticha osonlashtirib berish va o'ng'aylashtirib berishni maqsad qiladi. Hargiz sizlarga qiyinlashtirib qo'yish va dushvorchilik qilishni buni xohlamaydi. Ramazonning kunlarini to'liq bir oy mukammal qilgaysizlar va Ramazonnicho Allohga takbir etishlar bu fitr kunida ya'ni ro'za hayit kunida Allohga takbir etishlar Ramazonni to'liq qilgaysizlar, bir oy to'liq qilgaysizlar. Va u Allohning sizlarni to'g'ri yo'lga boshlig'ini qarta Allohni cho'ng bilib ulug'laysizlar. Va u Allohga shukr etishinglar uchun Allah sizlarga hidoyat, tavfiq va taysir etmin osonlashtirishdan iborat sizlarga bergan mushu ne'matni qarta Allah subhanahu va taolo uchun rahmat etgaysizlar. Qachonki senden ey payg'ambar alayhissalatu vassalam mening bandalarim men to'g'rida so'ragan bo'lsa, ular uchun deginki cho'qim men ularga nayt yaqinman. Bana dua qiluvchining duosini men qachonla duo qilsa, men uni uchun ma'qul bo'ladi deb unga ijobat qilaman. Undaq o'g'ach ular men buyurgan narsaga bo'ysunsin va u va va uningcha men chekilgan narsadan bu men çekilgen narsa ve men buyurgan narsaga bo'ysunsin. Mening buyrug'imga moslashib, mening cheklimlarimdan uzoq bo'lsin va menga iymon etsin. Umidki ular o'zining din va dunyoligida bir to'g'ri yo'nalishga yuzlansin, yo'l topsin uchun. Bu oyat karimda Alloh subhanahu va taolodan xabar qilish va o'zining bandalariga en özünün calalığa, özünki özünki calalığa, kattılığa layık ravişte en yakın ikellik için bu ayette haber var deydi. Hoş, ayet-i kerimde kıskına bazı balaği taraflarını dep ötümüz. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون bu كما كتب على الذين bunun teşbih bo'lgan bo'lib bu yana bu farz qilinishi nimada bu farziyatda ama o keyfiyet demez. Qandaq farz qilinganligi, qanchalik muddat ro'za tutganligi, qachondan qachongacha ro'za tutganligi u noma'lum. Ammo farz qilindi, qandaq biz farz qilingandek, bu xil o'xshash fardiyatda, ammo keyfiyatda emas. Buningda majoz nima? Tashbih mursal mujmal vayna. Tashbih mursal va mujmal.
Mursal deyishimiz odat tashbih kamadan iborat. Kama kudiba deganda kama kap tilg'anganlik uchun. Mujmal deyishimiz buni vajh shabah tilg'anmaganlik uchun. Va ikkinchi yana ikkinchisi ve alellezine yutiqunehu fidyetun ta'am miskin. Bunun da icaz bil hazba. İcaz, itnab, musavat deyilgen bir gaplar ötken balagatlıda. Ama bunun icaz var. İcaz bil hazb bilen bo'lgan icaz var. Qanday deseyne yani bir kimiki bo'lgan bo'lsa odam kasal olsa, anandan keyin iftor qilayotgan bo'lsa, fa alellezine yutiqunehu iftar qilayotgan bo'lsa yo safar qilgan bo'lsa uningdan keyin iftor qilayotgan bo'lsa u odamni ustiga dur nima qilish va osh og'zini ichib yurgan iftor qilayotgan yana shu ro'za tutmagan kunning qazosi va demoqchida buningda. Buningdan ve alellezine yutiqunehu degenin o'zi yani bir adam kasal olsa anından keyin iftor qilsa yo safar ustiga bo'lsa iftor qilsa bunu nima bor fidyatun taam miskin bir miskinning ki taamining fidyasi bor demoqchi deydi. Bunday ijoz bil hazb bor. Hmm. Yenemde ve alellezine yutiqunehu de ma Celaleyn'e de baş tefsirlerde Allah'ını takdir kıp ekegen ahvalım var. Kendi buna la mukadderen de. Ve alellezine yutiqunehu degen ve alellezine la yutiqunehu degen boldu. Takdirde la va. O Ramazan küç etmeydi Allah. Bular üçün bir miskinning taamini fidya qilish va deb bundaq deb ve takdirni şunun aslı bir la muqaddar takdiren ba degan bundaq qarashim bor ekan. Ay la yutiqunahu degan bo'ldi deb. Ammo bu azbni taqdir qilish uchun ba'zilar ekan ya bunaqa bakkalqi. Bu azbni taqdir qilish uchun zarrat yo'q. Chunki toqat degan gap o qanday qildi deganda bir narsaga nihoyatda eg'irchilik, nihoyatda mashaqqat, qattiqchilik bilan bir ishlar birilgan. Bir ishni qila oladi u odam, masalan, bir odam bir ishni qila oladi qilsa, ammo yomon eg'irchilik bilan, yomon qattiqchilik bilan, yomon taslik bilan qila oladi degan bo'ldi. Uni o'zi toqat deyiladi u. Onun için demek ve alellezine yutiqunahu degan şu naite bek anda bir kişilerge ki yani kesel yoki musafirlarga bular naite dishvar çekidu. Naite nim buludu. Ba özünki sabır taqatni şununla begishlaydi. Nait nurgun tirishchalik ko'rsatdi degan bo'ldi. Onun için bir yerde lanet taqdir qilmasa bo'ladi, uning zurrat yo'q deb manna deydi qalamı bakan. Xo'sh, onun başqa yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizlar uchun osonlikni xohlaydi. Harki sizlarga çok bir narsani qiyinlashtirib qo'yib tasdiq qilishni xohlamaydi dedi. Bunun da tibaq salb deb bir gap bor. Tibaq ikki qism bo'lgan bo'lib, tibaq ijob, tibaq salb. Tibaq salb degan u nima desa, onda ikki bir-birisiga zidma-zid ijoban va salban, ya'ni nafiyan va musbatan bir-birisi çok muhtelif bo'lib qolgan, qarama-qarshi bo'lib qolganning o'zini tibaq as-salb deyildi da. Yuridullohu bikumul yusra, yuridu la yuridu. Yani bunun da demek ikki zıt icaben ve selben çok muhtelif bo'lib qolib qoldi. Bunun o'zini deb atiladi deganda tibaq as-salb deb atildi. Bu mu bir muhassanatul badaiyiniki qatar. Bu hayatın şunun sebebi Arabilerden bu bir cemaat kilip şuna deydiken de rivayet kılmıştı. Ula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soraydı eken.
Ey Muhammed, bizning Rabbimiz, Xudoyimiz biz pichirlab ketgandek yaqinmi yoki önümüzning bayrini chiqarib tovlab vaqirgidek jiroqmi deganda Alloh subhanahu va taolo tavanka oyatni tushirib nima deydi ekan? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب deb. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع deb. Bendelerim bana dua kılıp kalsa men ait ulağa yakın. Çakırgısın, çakırgın çöme icabet kılım men deb. Xoş, bugünkü dersimiz Muşlu'nun kipaylimiz. Dersimizin devamı Allah kalırsa ati boğan boludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.